Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bu bugunning o'zida chiqayotgan kanalimizdagi ikkinchi video. Albatta kanalga aktivlik hamda mehnat uchun pastga tushib like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Men esa bugungi dasturimizni boshladim. Mahmud Murodov bir kunda 3 ta raqibga qarshi jang qilib g'alaba qozondi. 24-yanvar kuni Polshaning Tarnov shahrida aralash yakka kurashlar bo'yicha FAME 29 turniri bo'lib o'tdi. Grand Prix ko'rinishida tashkil etilgan turnirda hamyurtimiz bir oqshomda 3 nafar raqibga qarshi oktagonga ko'tarildi. Turnir mobaynida u Martin Soynes, Tomaze Harare va Izo Ugonani nokaut kabi raqiblarini mag'lubiyatga uchratib, Grand Prix g'olibiga aylandi. Ushbu g'oliblik orqali Mahmud Mercedes C-Class avtomobiliga ham ega bo'ldi. Ushbu yangi avtomobilni u murabbiyga sovg'a qilib yubordi. UFC promosheni yangi bonuslar tizimini amaliyotga kiritdi. Promotion platformasida UFC'ning yangi televizor davri boshlanishi bilan dunyoning eng kuchli ligasi o'z jangchilari uchun yanada tomoshabob janglarni ko'rsatishga va hakamlar qaroridan qochishga undaydigan yangi rag'batlantirish tizimini joriy etdi. Biroz avval Las Vegasda yakuniga yetgan UFC 324 turniridan boshlab oqshom namoyishi va oqshom jangi uchun standart bonuslar miqdori $50,000 dan $100,000 gacha oshirildi. Bundan tashqari liga jangni muddatdan oldin yakunlagan har bir jangchiga qo'shimcha $25,000 miqdorida mukofot puli to'laydi. Faqat bir sharti, agar u turnirda asosiy bonusni $100,000 ni olmagan bo'lsa, eslatib o'tamiz, UFC $50,000 turnir bonuslariga 2014-yilda o'tgan. Shu paytgacha ushbu to'lovlar tadbir doirasida hajmiga qarab o'zgarib turgan va $40 dan $75,000 gacha. Liga rahbari Dana White avval ham bonuslarni oshirgan miqdorda jangchilarga taqdim etgandi. Masalan, UFC 300 yubiley turnirida bonus $300,000 gacha oshirildi, lekin UFC 304 turnirida 14 ta jangda 9 tasi $100,000 bonuslar bilan hal bo'lgandan so'ng Dana boshqa hech qachon bunday qilmaslikka va'da bergandi. Qadrli do'stlar, Dana White juda ham to'g'ri ish qilgan, chunki bilasiz, Habib Nurmagomedov, Islom Makhamedovga o'xshagan jangchilar aynan submissionga olib jangni to'liq 5 raundga olib borishadi va hakamlar qaroriga qoldirishadi. Endi esa Dana White hakamlarning qaroriga qoldirmasdan bo'g'ish orqali bozda ham g'alaba qozonadigan bo'lsa, endi ana shu jangchilar $25,000 dan mukofot ham olishadi. Albatta Dana White juda ham to'g'ri ish qilgan. Endi do'stlar, biz zerikarli janglar ko'rmaymiz. Albatta sizda ham ushbu holat to'g'risida o'z fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bu paytda bo'lsa o'zbekistonlik professional bokschimiz Isroil Madrimov o'z muxlislariga video orqali murojaat qildi. Marhamat do'stlar, ushbu videoni tomosha qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Alhamdulillah, mana navbatdagi jangimizni o'tkazib oldik. Alhamdulillah, anchadan beri jang qilmadim, 1 yil bo'ldi. Allohga shukr, qaytib oldik. Xudo xolasa keyingi janglarni yana ham yorqinroq, chiroyli g'alabalar bilan sizlarni xursand qilamiz. O'zbekiston oldiga. Спасибо, кто с нами поддерживал. Иншаллах, мы сделаем, что надо для чемпионской и вернем пояс. Thank you so much, all fans. Qadrli do'stlar, albatta Isroil Madrimov ham g'alabali seriyasini boshlab oldi. Nima bo'lganda ham hamyurtimiz Isroil Madrimov va Murodjon Ahmadaliyevga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Isroil Madrimov, olg'a Murodjon Ahmadaliyev" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, xabaringiz bo'lsa kerak, oldingi dasturlarimizda o'zbekistonlik UFC jangchimiz Dursulton Ro'ziboyevning janglariga qaytayotganligi to'g'risida aytib o'tgan edim. Hamyurtimiz endi janglarga to'liq qaytgani va to'liq jarohatlardan tiklandi. Hattoki oyog'ida yaxshi zarbalar berayotganligi to'g'risida Instagram sahifasi orqali e'lon qildi. Ya'ni hamyurtimiz uzog'i bilan mart oyi oxirlariga jang qilishga tayyor. Fevral oyida ham jang qila oladi, ammo Ramazon oyi bo'lganligi sababli ushbu oyda jang o'tkaza olmaydi va uning jangi uzog'i bilan mart oyi oxirida bo'lib o'tadi. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimizga bu yo'lda omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Nursulton" deb yozib qo'yishni unutmang va mana hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Qadrli do'stlar, bu bugunning o'zida chiqayotgan kanalimizdagi ikkinchi video bo'ldi. Albatta kanaldagi aktivlik uchun videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.